Hujjatlarni hamma to'liq qildingmi chiqib? Albatta. Bo'l ishga kechib qolamiz, siz o'tir. Shu qizdan ma'lumot olaylik. Nimaga aynan bu qiz? Ha, bu qiz yaxshi ma'lumot beradi-da. Mayli, yaxshi. Hamma hujjatlarni qabul qiling. Hozir men kelaman, Abdurahmon. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kecha ham kelganmidingiz siz? Ha, kecha jiyanni olib keldi. Bugun boshliq meni olib keldi. Buncha zo'r hammani olib keling. Xo'p. DTM natijalaridan 50 balldan yuqori to'plagan. Unda talaba bor, siz tabriklayman. Rahmat. Oilada katta qizmisiz? Buni institutga nima aloqasi bor? Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim, o'qituvchilarning bilimi qay darajada? Siz o'qituvchilarimiz hammasi professor o'qituvchilar, hammaliga yaxshi dars berishadi. Yaxshi, manzilingizni bera olasizmi? Siz o'zi institutga topshirgan edingizmi yoki meni manzilimni so'rashgan? Men aytmoqchi bo'lganim, jiyanim ham o'qib, ham ishlasa bo'ladimi? Topshirdi-ku o'qishga. ISFT institutida talabalar bitirmasdan ham ishlashlari mumkin bemalol. Ma'qul. Hali ham ishdan nechida chiqishingiz noma'lummi? Ishdan 6 ga chiqadilar. Sen bilan ishga ketishing kerak. Rahmat sizga. Ketdik. Sal shoshdingiz-da. Yaxshi qiz ekan. Uylanaman degandim, nomerini ololmadim. Yoz 94lik 605 407. Qayerdan bilasiz? Hammamning qizi bo'ladi.